Sahnaga chiqishyapti. Foyda buzilgani yo'q. 14-raqamlilar to'qnashuvi. Keyinchisi. Hopala! Wow! Qanday gol! Andijon taym boshlandi. 4 ochko bilan Andijon turnir jadvali yetakchiga aylanib oladi. Qizig'i, gollar farqi shuning uchun ham kerak. Va gol! Boshnak 5-golni urdi. Davom ettirish mumkin, o'z ochilishi zarur. Andijon ichkariga uzatma, imkoniyat bor. Veladze, zarba va gol! Qanday o'yin bu? Andijonda havodan uzatma, bosh bilan zarba, Safoyev qaytardi. Yana imkoniyat, gol! Andijon so'nggi soniyalarda gol urmoqda. Buzilmayapti, jamoa zo'r himoyalanyapti. Mana bu uzatmaga futbolchi yetib keldi. Bu baniya darvozabon qaytardi, yana zarba, gol! Nihoyat Andijon gol urdi. Hujumlar ketidan hujumlar tashkil etaverdi jamoa. Qo'ya qoldi. Anjancha hujum. Undan keyin ham himoyachilar yo'q edi va 5-0 Suhrob Berdiyev bu nimasi deyapti. Metallurg muxlislari menimcha hozir Oxirgi hujum masda bu hali. Hop, uzatma yomon emas va to'p darvozaga kirib ketishi mumkin. Va gol! Gol! Andijon gol uryapti! Yana o'sha voqea. Deja-vu. Andijon jamoasi vakillari oldinga o'tishmoqda. Hammasi yaxshi, hammasi to'g'ri. Bektemir, Abdumannonov, Yusupov qutqardi. Hali urinish bor, hali imkoniyat bor. Zarba endi himoyachi olib chiqmoqda. Yana gol! Avtogol! Mana yetib keldik. Oxirgi vaziyat. Abdumannonov. Uzatma, to'g'ri. Zarba, gol! Dahshat! Yo'q, boshqa bunaqa final qaytarilmaydi. Andijon taymning qo'rqinchli seriyasi do'stlar.